mart shu mahallada uchrashuvimiz bor edi. Biz o'zimizni tanishtirsak, Agrobank Qamchiq filiali boshqaruvchi o'rinbosari bor, ismi Mamad Shavon. Bular mana yordamchilari. Bu yoq mahalla hokim yordamchisi Tonis, mahalla agentimiz opa, bu yoq mahalla bankiri. Sizlarga o'zimizni kredit paketlarimizni taklif qilmoqchimiz. O'zi band qilgan, mana uyda masalan bekor o'tiribdi, masalan 10 ta tovuq yo 2 ta qo'y, chorvani nima olib bersak, o'zini daromadini oshirib, ro'zg'origa, turmush o'rtog'iga ham yordam beradigan nima deydi? Turmush umuman oilasiga yordam beradigan fuqaro qilib sizlarni ko'tarishimiz kerak. Asosiy maqsadimiz shu. Prezidentimiz tomonidan bizga shunaqa vazifa qo'yilganki, har bir mahallaga agent, har bir mahallaga banka qo'yilishi kerak deyilgan. Shu bo'yicha o'zimizda kredit mahsulotimizni taklif qilamiz. Birinchisi 17 millionlik kreditimiz bor. Ikkinchisi 50 millionlik kreditimiz bor. Ikkalasining ham foizi 25%. 17 millionlik kreditimizda faqat muddati sal kamroq. Necha yilga endi? 17 millionlik kreditimiz 4 yilga beriladi. 6 oy imtiyozli davr bilan plastik kartochkaga tushadi, faqat o'zini o'zi bank qilgan fuqaroga. 375 ming to'lagan kishi. Shunday. 50 millionlik ham xuddi shunaqa tartibda bo'ladi, faqat uning muddati 5 yil. Imtiyozli davr ham sal ko'proq muddatda bo'ladi. Bu ham xuddi shunday plastikka tushadi. Mahallani o'zi hokim yordamchisi o'zini beradigan imtiyozli krediti bor. U qaysi bank? 17,5%. 17,5% mikrokredit bankdan olinadi. Mikrokredit bu nimada? Ligodni. Shunday. Hozir endi prosentimni qanchadan tushadi mana bu 50 millionlik oyiga? 50 millionlik oyiga boshida sizga 1 million 50 mingdan tushadi. 3-yildan boshlab 2,5 milliondan chiqadi. Keyin tanasi qo'shiladi. Tana qo'shib ketadi o'zi muddati ana tugagandan keyin. Necha yilgadir? 5 yilga beriladi. Buni bizning qo'shnimiz kelib uchrashgan ekan, Nurbekjon. Dila. Ano, keluvchi nima? Doran ekan, katta kelin. Ha, keluvchi. Kimda nima savollar bor? Ana shu olmoqchiydi bizada, ham tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Prosentini bilmadi, qancha ekanligini menga o'tdi. Men bilmayman, lekin shunday kredit ajratilgan. Lekin bilmayman qanday kredit dedim. Hozir telefon qilaman, ishda ekanda. 25% necha yilga? 5 yilga. Hech narsa olmaydida, o'zi olib keyin oyma-oy to'laveradi.